Nima uchun musulmonlar tahorat vaqtida boshlarining tepa qismini silaydilar? Bir qarashda bu oddiy marosimdek tuyulishi mumkin. Ammo fan bu haqda nima deya oladi? Inson anatomiyasida bosh suyagining sagittal chok deb ataladigan Ozgina so'zlarda kamchiliklar borligini chiziq boshning uzr o'rtasidan so'rayman. peshonadan boshlab to orqa tomongacha o'tadi. Bu orqali mayda qon tomirlari va sezgi nervlari o'tadi. 2016 va 2017-yillarda Janubiy Koreyada o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bu hududni muntazam ravishda massaj qilish stress darajasini pasaytirishi mumkin. Tajribada 10 hafta davomida 2 marta massaj olgan 34 nafar ayol ofis xodimi ishtirok etdi. Natijada ularning kortizol va adrenalin darajasi, ikkita stress gormoni sezilarli darajada kamaydi. Bir o'ylab ko'ring, butun dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar kuniga 5 marta qo'llari bilan bu nuqta ustini yengil silashadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlar, videodagi ayrim so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilganim uchun uzr so'rayman va bu videoni maksimal ravishda tarqatishingizni, like bosishingizni va ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna qo'yishingizni iltimos qilib qolaman.